大家好，我是来自土耳其的毛丽丹，我出生于新疆伊犁伊宁市，从小得益于国家这个优惠的政策。我很小的时候。Yaqında ijtimoiy tarmoqlarda bir sinalov tarqatilgan bo'lib, uningda Uyg'urcha Mavluda Aziz, Xitoycha Maulidan Azizi ism bilan atalgan bir ayol o'zini tunishtirib, o'zining turkiyalik ekanligini, biroq ilida tug'ilganligini kichikdan boshlab Xitoy davlati bergan e'tibor siyosatidan foydalanib, Xitoyning ichkari o'lkasida to'liq o'tirda o'qiganligini faxrlanib turib so'zlagan. 我很小的时候我就考上了内高班，得益于国家的优惠政策，让我开始了一个新的发展。在我后期的不管是 Mavluda Aziz videoliq so'zda yana o'zining yaqinda Iliq-Qozoq avtonom oblasti qurilganligining 70-yillik munosabati bilan chet eldan mehmon sifatida G'o'ljiga ilib berilib, murosimga qatnashganligini, yurti ilining taraqqiyotidan bak faxrlanganligini madhiyagan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy o'zining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik davomlashayotganda, bir qism Uyg'urlarning o'z yurtini ziyorat qilishiga ishq ochmoqda. Shuningdek, bir qism kishilarning chet elga chiqishiga yo'l qo'ymoqda. Bu ahvol Uyg'urlarning jiddiy inkosini qo'zg'ayotgan bo'lib, bundaq sharoitda Mavluda ismli bu ayolning Turkiyadan Xitoyning tashkillashi bilan G'o'ljiga berib, video orqali Xitoy hukumatini madhiyalashi Uyg'urlarning kuchli tanqidiga uchirdi. Mavluda Aziz videoliq so'zida o'zining Xitoy davlatining e'tibor siyosatidan foydalanib, chet elda o'qiganligini, magistrlik va doktorlik o'qish jarayonida Xitoyning chet elda turishliq konsulxonasi tarafidan berilgan o'qish mukofoti bilan o'qib, vatanning o'zini davlatga foydali ixtisos egasi qilib tarbiyalaganligini bildirgan. Istanbul universitetining rasmiy to'r betida qayd qilinishicha, Mavluda Aziz ismli bu ayol 2019-yili Istanbul universitetining xalqaro munosabatlar bo'limida Çinning davlat markasini shakllantirishdagi ommaviy diplomatiyasi nomli maqolasi bilan magistrlik unvoni olgan. Sharqi Turkiston vaqfisining sobiq raisi Ahmadxon Göktürk apandi o'zining Mavluda Aziz ismli bu ayolni taniydiganligini, uning Sharqi Turkiston vaqfisining o'qish mukofoti bilan o'qiganligini ta'kidladi. Men bu Mavluda Aziz degan insonni taniyman. Bizga shu 2008 veya 2009'da bizga G'o'ljida bizga o'qish uchun murojaat qilgan va Turkiyada o'qisam deb. Buning ochisi vatdi Mahbuba Azizi deb. U shunda bir singlim bor, shuni bir yordam qilgan bo'lsangiz, shumi kelsa deb, shuning vasitasi bilan barabar Turkiyaga kelgan. Bu kelib maktabga yerlashib, bizdan bursni ilib, ya'ni o'qish pulini ilib bo'lgandan keyin bu yo'q bo'ldi. U Mavluda Azizning Xitoyning konsulxonasining o'qish mukofoti yardım bilan o'qiganligiga raddiya berib mundaq dedi. Degan gapini men angladim. Endi bu hammasi yolg'on. Biz akeldik buni. Xitoy o'ziga xizmat qildi. Biz buni Turkiyaga keldik. Maktab yerlashtirdik. Bu shart-sharoitni biz hal qilib berdik, ammo bu o'qib o'qimaganimni bilmaymiz. U Xitoy meni o'qitdi degan gapning hammasi yolg'on. Men uni angladim. Yolg'on aytdi. Chunki o'zining millatiga, vataniga xiyonat qilganlarda vijdon bo'lmaydi, iymon bo'lmaydi. Undaqdan yolg'onnimi deydi, har narsani deydi. Xitoy hukumati dunyoda o'ziga qarshi keyingi zamonlarda shu Uyg'urlarga yuritgan irqiy qirg'inchilik masalasi Xitoyga har tarafdan Xitoyga la'natlanganligini buni yoshirish uchun bujdaq o'ziga ishbirlik qilayotgan bujdaq xoin niyatlik insonlarni apirib o'zidagi irqiy qirg'inchilikni zulmini yoshirmoq uchun bujdaq harakatlarni qilyotdi. Turkiyadan gazitchilarni apadi, ijtimoiy taraflarni ko'ryapmiz. Avropadan bo'lib, Turkiyadan ko'plagan insonlarni shu o'zi iymon qilib biletini ilib mamlakatga apirayotdi. Butun maqsad chet elda yuritilgan Sharq Turkiston davosini yo'q chiqarmoq, ammo Xitoy buni muvaffaq bo'lolmaydi. Ahmadxon Göktürkning bildirishicha, u bir qancha yil ilgari Mavluda Azizning Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi ochgan yig'inga qatnashganligini tanqidlab, taratqularda obzor e'lon qilgandan keyin Mavluda Aziz o'zi va Yücel Tanay ismli kishi ustidan til haqorat qildi deganni bahona qilib, Turkiya taftish mahkamasiga arz sungan. Biroq taftish mahkamasi tekshirish natijasida arznamani rad qilib, sudda hukm chiqarmasdan arznamani bekor qilgan. Ben bununla ait qattiq bir maqola yozib nashr qildim. Onundan keyin bu Yücel Tanay degan bununla bir maqola yozdi. Keyin bu meni hukumatga taftish mahkamasiga meni shikoyat qildi, meni haqorat qildi dedi.
Polis beni çakırdı teptiş mahkemesiga bereng deb. Teptiş mahkemesiga bordim, mening u yerda ifodamni oldi. Undan keyin buni tonimsiz degandan keyin biz shunda toniymiz, bizga murojaat qilgan. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz bu ayolga viza bergan, biz vasitolab viza istayotgan o'quvchi vizasini, biz pul bergan buningga. Bütün resmi işlemlerini, resmiyetlerini biz becergen ama Türkiye hükümeti öz milletiga, vataniga hizmet kılsın deb akasa bu Uygurlarga katliam kılıvatkan, ırkı kırgınçılık kılıvatkan Xitaylıga bu da hizmet kıldı. Deb şundak degenden ki ular bana dava açmadı. Xat geldi teptiş idaresinden. Merkez İstanbul'daki Dünya Uygur Kurultayı Vakfı'nın reisi Abdurşit Abdülhamid Efendi bu haqda ziyaretimizni qabul qilib fikr bayon qildi. Xitoy Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmon turk xalqlariga irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ishlayotgan mushundaq bir paytda inkor qilishga tirishgan bo'lsa-mu, lekin uni amalga oshirolmadi. Bu xalqaroga oshkorlandi. Endi bu irqiy qirg'inchilikni yepish uchun va xalqaroni aldash uchun dünyadaki o'xshamagan davlatlardan bo'libmi, musulmon davlatlardan din odamlarini, birlarni va boshqa bir qism atalmış bilim insonlarini taklif qilish orqali o'zlariningki oldin tayyorlagan teatro sahnalarini ko'rsatib, Sharq Turkistonda hech qanday zulmning, ishkanjining yo'qligini, u yerda bir irqiy qirg'inchilikninki va insoniyatga qarshi jinoyatning ishlanmayotganligini, u yerdagi insonlarning usul o'ynab, naqshi aytib, nayta xo'shal-xo'ram bayashatlik ichida yashayotganligini ko'rsatish ilmiy kirsini davom qilyotdi. Endi buningga shundoq biz Uyg'urlarning ichidan chiqqan bir qism o'zininki ruhini yo'qotgan, manqurtlashgan bir qism kishilar yanılam Xitayninki devletninki siyasetini maqtash ve Xitay devleti üçün hizmet qilishni öz üçün naiti şərəflik bilish deydigandek bu şundaq səpsətilini o'ttirg'a etish orqali Xitayninki o'yiniga bir piyon bo'layotganligi, hamda ruhi sitilgan ve manqurtlashgan bundaq insonlardan boshqa bir narsa kutgani bo'lmaydi. Shunga bular öz menfaati, şəxsi menfaatini en ali orunga qo'ydigan bir tipik misal deb qaraya olamiz.